Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan juda muhim, dolzarb va ko'plab insonlarning xotirjamligini buzayotgan bir masala haqida gaplashmoqchiman. Bu masala pensiya oluvchilar. Ya'ni bizning hurmatli faxriylarimiz va keksa avlod vakillari uchun ayniqsa keskin. Tasavvur qiling, sizga kutilmaganda qo'ng'iroq bo'ladi yoki xat keladi va ertaga pensiya jamg'armasi yoki VTK komissiyasiga chaqirilganligingiz aytiladi. Bunday vaziyatda har qanday odam xavotirga tushishi tabiiy. Chunki pensiya bizning keksalikdagi asosiy daromad manbayimiz, hayotimizning tayanchi hisoblanadi. Sizni nega chaqirishmoqda? Pensiyangizni bekor qilishmoqchimi? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Bunday savollar miyangizda g'ijirlay boshlaydi. Bugun men sizga aynan shu xavotirlarga chek qo'yishga yordam beradigan ma'lumotlarni taqdim etaman. Bu ma'lumotlar har bir pensiya oluvchi bilishi shart bo'lgan oltin qoidalar to'plami desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki undagi har bir so'z sizning pensiyangiz taqdiri uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumotlar ko'proq insonga yetib boradi va hech kim kutilmagan chaqiruvlardan aziyat chekmaydi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari pensiya tizimi biroz boshqacharoq ishlaganini ko'pchiligimiz yaxshi eslaymiz. Bir marta pensiya rasmiylashtirilgandan so'ng, agar hayotingizda juda katta o'zgarishlar, masalan, ishlashni boshlash yoki doimiy yashash uchun chet elga ketish kabi bo'lmasa, u umuman olganda barqaror hisoblangan. Komissiyalarga chaqiruvlar asosan nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun tibbiy qayta ko'riklar bilan bog'liq bo'lgan yoki juda kamdan kam holatlarda pensiya hisoblashda jiddiy xato aniqlansa yuzaga kelgan. Oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar uchun esa bunday chaqiruvlar deyarli bo'lmagan. Bugungi kunda esa vaziyat biroz o'zgardi. Pensiya tizimini raqamlashtirish, ma'lumotlar bazalarini birlashtirish va pensiya to'lovlarining aniqligini oshirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu bir tomondan pensiya jamg'armasi xodimlarining ishini yengillashtiradi va mablag'larning to'g'ri taqsimlanishini ta'minlaydi. Ammo ikkinchi tomondan bu jarayon pensiya oluvchilar uchun ham ba'zi yangi talablar va tekshiruvlarni keltirib chiqardi. Endi davlat to'lovlarini yanada aniqroq nishonlashga intilmoqda. Ya'ni faqat qonuniy ravishda pensiya olish huquqiga ega bo'lganlarga va to'g'ri miqdorda to'lashni maqsad qilgan. Bu qonunbuzarliklarning oldini olish va byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish uchun zarur. Biroq halol pensiya oluvchilar uchun ba'zida qo'shimcha tashvish va byurokratik yuk bo'lishi mumkin. Shu sababli pensiya jamg'armasi endi turli sabablarga ko'ra pensiya ishlarini qayta ko'rib chiqish yoki ma'lumotlarni tasdiqlash uchun fuqarolarni komissiyaga chaqirishi mumkin. Bu o'zgarishlarni tushunish va unga tayyor bo'lish har bir pensiya oluvchi uchun hayotiy zaruratga aylandi. Kimlar xavotirga tushish kerak va kimlar tushmasligi kerak? Keling, bu masalani batafsil ko'rib chiqaylik. Kimni pensiya komissiyasiga chaqirishlari mumkin va kim uchun bu chaqiruv ehtimoli kamroq? Bu savolga javob berishda aniq misollar va vaziyatlar yordamida tushuntiraman. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi oluvchilar. Siz har doim ham komissiyaga chaqirilishingiz mumkin bo'lganlar qatorida bo'lasiz. Sabab nogironlik pensiyalari muddatli hisoblanadi va belgilangan vaqt o'tgandan so'ng nogironlik holatini qayta tasdiqlash uchun vrachlik mehnat ekspertiza komissiyasi VTKga qayta ko'rikka borish talab etiladi. Bu jarayonning asosiy maqsadi fuqaroning sog'lig'i holati o'zgarganligini, uning nogironlik guruhi saqlanib qolganligini yoki aksincha yaxshilanganligi sababli o'zgarganligini aniqlashdir. Misol, Otabek bobo 65 yoshda uzoq yillik ish stajiga ega bo'lishiga qaramay, og'ir kasallik tufayli guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning oyoqlari yomon ishlaganligi sababli unga nogironlik berilgan. Odatda guruh nogironligi 3 yilda bir marta textdan qayta ko'rikdan o'tish kerak. Otabek boboning holatida uning oxirgi tibbiy ko'rikdan o'tgan sanasi 2021 yil bo'lsa, 2024 yilda unga qayta ko'rik uchun chaqiruv kelishi aniq. U VTKga borishi, so'nggi tahlillari, davolanish tarixi, ishga layoqatsizlik varaqalari va boshqa tibbiy hujjatlarni taqdim etishi shart. Agar uning holati, masalan, operatsiya yoki davolanish natijasida sezilarli darajada yaxshilangan bo'lsa, uning nogironlik guruhi o'zgarishi, masalan, guruhga o'tkazilishi yoki umuman bekor bo'lishi mumkin. Bu jarayonda uning so'nggi tahlillari, davolanish tarixi va shifokorlarning xulosalari juda muhimdir.
agar u chaqiruvga bormasa yoki tegishli hujjatlarni taqdim etmasa, uning pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Ikkinchi toifa bir nechta turdagi pensiya yoki nafaqalarni oluvchilar. Ba'zi qoidalar bir vaqtning o'zida ikkita turdagi pensiyani olishga ruxsat bermaydi yoki ma'lum cheklovlar qo'yadi. Agar siz birdaniga bir nechta to'lovlarni olayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bu holatni tekshirish uchun sizni komissiyaga chaqirishi mumkin. Misol, Gulnora opa 60 yoshda. U o'z yoshi bo'yicha pensiya oladi. Afsuski, uning farzandi vafot etdi va Gulnora opa endi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini ham olish huquqiga ega bo'ldi. U shu pensiyani ham rasmiylashtirib oldi. Biroq O'zbekiston qonunchiligida odatda ikki turdagi pensiyani bir vaqtning o'zida olishga ruxsat berilmaydi. Fuqaro ulardan birini tanlashi kerak. Agar Gulnora opa ikkala pensiyani ham olayotgan bo'lsa va bu qonunga zid bo'lsa, pensiya jamg'armasi uning ishini qayta ko'rib chiqish uchun komissiyaga chaqirishi mumkin. Uning vazifasi qaysi pensiyani olishni afzal bilishni tushuntirish va agar noto'g'ri to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, ularni qaytarish tartibini muhokama qilish. Bu yerda xato Gulnora opadan emas, balki pensiya jamg'armasining xatosi tufayli yuzaga kelgan bo'lsa ham, u komissiyaga borishi va vaziyatni tushuntirish kerak bo'ladi. Uchinchi toifa hujjatlarida nomuvofiqliklar bo'lganlar. Ba'zida pasport mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomada ma'lumotlar orasida farqlar bo'lishi mumkin. Bu farqlar pensiyani hisoblashda yoki shaxsni aniqlashda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Misol, Ahmed Bobo 70 yoshda. Uning pasportida tug'ilgan yili 1953 deb yozilgan, lekin mehnat daftarchasida ba'zi sabablarga ko'ra, masalan, hujjat yo'qolib, keyin qayta tiklanganda xato ketgan bo'lishi mumkin. 1952 deb yozilgan. Bu bir yillik farq pensiya miqdoriga ta'sir qilishi yoki uning umumiy ish stajini noto'g'ri hisoblashga olib kelishi mumkin. Agar bu xato pensiya hisoblashda noto'g'ri ma'lumotlarga asos bo'lgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi uni pensiya hisobini qayta ko'rib chiqish uchun komissiyaga chaqirishi mumkin. Ahmed Bobo tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, nikoh guvohnomasi va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etib, bu nomuvofiqlikni bartaraf etish kerak bo'ladi. 4-toifa daromadi yoki mulki sezilarli darajada o'zgarganlar. Agar pensiya daromadga qarab belgilanadigan bo'lsa, O'zbekistonda yoshga doir oddiy pensiyalar odatda daromadga bog'liq emas. Ya'ni sizning daromadingiz oshganligi uchun pensiyangiz kamaytirilmaydi. Biroq ba'zi ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordam turlari yoki qo'shimcha imtiyozlar oilaning umumiy daromadiga qarab belgilanadi. Misol, Nodira opa 68 yoshda. U yoshga doir pensiya oladi va shuningdek juda kam ta'minlangan oila sifatida qo'shimcha ijtimoiy nafaqa olgan. Uning bilan birga yashaydigan o'g'li chet elda ishlashni boshladi va uning daromadi keskin oshdi. Endi oilaning umumiy daromadi belgilangan chegaradan ancha yuqori. Pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotni soliq organlari yoki boshqa manbalardan olib, Nodira opani ijtimoiy nafaqa olish huquqini qayta ko'rib chiqish uchun chaqirishi mumkin. Bu pensiyaning o'ziga emas, balki qo'shimcha ijtimoiy to'lovga taalluqli bo'ladi. Nodira opa oilasining daromadlari haqida to'liq ma'lumotlarni taqdim etishi va nafaqa olish huquqi saqlanib qolganligini yoki aksincha yo'qolganligini tushuntirishi lozim. 5-toifa chet elda yashovchi yoki yaqinda ko'chib o'tgan pensiya oluvchilar. Agar siz doimiy yashash uchun O'zbekiston hududidan tashqariga ko'chib o'tgan bo'lsangiz yoki uzoq vaqt davomida mamlakatda bo'lmasangiz, pensiya to'lash tartibi o'zgarishi mumkin. Misol, Komil Bobo 75 yoshda yoshga doir pensiya oladi. U farzandlarining yoniga, masalan, Rossiyaga doimiy yashash uchun ko'chib o'tdi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuniga ko'ra, chet elga doimiy yashashga ketgan fuqarolarga pensiya to'lash bo'yicha maxsus tartiblar mavjud. Ba'zi hollarda pensiya to'xtatilishi va qayta ro'yxatdan o'tish yoki tegishli hujjatlarni taqdim etish talab qilinishi mumkin. Komil Bobo ushbu qoidalar haqida ma'lumot olish va pensiyani olishni davom ettirish uchun nima qilish kerakligini aniqlash maqsadida komissiyaga chaqirilishi mumkin. 6-toifa maxsus xizmatlar uchun pensiya oluvchilar. Agar bunday pensiyaning berilishiga asos bo'lgan shartlar o'zgarsa, siz ham komissiyaga chaqirilishingiz mumkin. Misol, O'zbekiston xalq artisti unvoni uchun maxsus pensiya oluvchi Ma'ruf aka 40 yoshda. Uning unvoni yoki bunga taalluqli qonunchilikda qandaydir o'zgarishlar yuzaga kelsa yoki avvalgi ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlansa, uning pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin.
Bu turdagi pensiyalar har doim ham shaxsning doimiy xizmatiga bog'liq bo'lganligi sababli uning asoslari tekshirilishi tabiiy holdir. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Endi esa kimlar katta xavotirga tushmasligi kerakligi haqida. Agar siz oddiy yosh bo'yicha pensiya oluvchi bo'lsangiz, ishingizdan bo'shatilib, hech qanday qo'shimcha daromadga ega bo'lmasangiz, bu daromad manbalariga rasmiy ish, yirik meros kirmaydi va sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda pasport, nikoh hujjati kabi o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa, asosan xavotirlanishga hojat yo'q. Shuningdek, hujjatlaringiz to'liq va tartibda bo'lsa, pensiyangizni rasmiylashtirishda hech qanday firibgarlikka yo'l qo'ymagan bo'lsangiz, sizni chaqiruv ehtimoli juda kam bo'ladi. Pensiya jamg'armasi asosan aniq shubhali holatlar va qonunbuzarliklarni tekshirish bilan shug'ullanadi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar pensiya tizimi ba'zan kutilmagan vaziyatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi istisnolar va tuzoqlar mavjudki, ularni bilish sizni ortiqcha bosh og'rig'idan qutqarishi mumkin. Birinchi navbatda avtomatlashtirilgan tizim xatolari. Hozirgi kunda pensiya tizimlari faol ravishda raqamlashtirilmoqda va ma'lumotlar bazalari birlashtirilmoqda. Bu jarayon xatolar ehtimolini kamaytiradi, ammo ideal emas. Ba'zida tizimda bo'lmagan ma'lumotlar tufayli siz haqsiz ravishda tekshiruvga chaqirilishingiz mumkin. Misol, sizning eski ish joyingizdagi ma'lumotlar, masalan, ish stajingiz haqidagi pensiya jamg'armasining bazasiga to'liq yoki noto'g'ri o'tgan bo'lishi mumkin. Natijada tizim sizning stajingiz yetarli emas deb o'ylashi va sizni chaqirib, ma'lumotlarni tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bunday holatlarda siz o'zingizning mehnat daftarchangiz va ish joyingizdan olgan arxiv ma'lumotlari bilan borib, xatoning tizimda ekanligini isbotlashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi muhim nuqta qonunchilikdagi o'zgarishlar. Qonunchilik tez-tez o'zgarib turadi va bugun amalda bo'lgan qoida ertaga bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Bu ayniqsa imtiyozli pensiyalar yoki maxsus toifadagi fuqarolar uchun dolzarbdir. Misol, ilgari ba'zi kasblar, masalan, o'ta zararli sharoitlarda ishlaganlik uchun imtiyozli pensiya huquqini bergan bo'lishi mumkin. Ammo qonunchilikdagi o'zgarishlar natijasida ushbu kasblar ro'yxati qisqartirilgan bo'lsa, sizning pensiyangiz qayta hisoblanishi va kamaytirilishi mumkin. Bunday holda sizni komissiyaga chaqirishadi va yangi qonuniy asoslarni tushuntirishadi. Bu sizning aybingiz emas, balki qonunchilikdagi o'zgarishlarning natijasidir. Sizning vazifangiz o'z huquqlaringizni bilish va vaziyatga moslashish. 3-holat. 3-shaxslarning xabarlari yoki shikoyatlari. Ba'zida sizning pensiyangiz bo'yicha tekshiruvga chaqirilishingizga 3-shaxslarning, masalan, qo'shnilarning, qarindoshlarning yoki sobiq hamkasblarning shikoyatlari sabab bo'lishi mumkin. Misol, qo'shningiz sizning to'ydan keyin pensiyangiz ko'payib ketganiga guvoh bo'lganini yoki sizning yashirin daromadingiz borligini iddao qilib, pensiya jamg'armasiga anonim xat yozgan bo'lishi mumkin. Agar ular sizning daromadingiz oshganini yoki boshqa noqonuniy harakatlarni ko'rganliklarini da'vo qilsalar, pensiya jamg'armasi buni tekshirishga majbur. Bunday holatda sizdan isbotlovchi hujjatlar, masalan, bank hisob varag'i, ko'chirmalari yoki daromad manbalari haqidagi ma'lumotlarni taqdim etish talab qilinishi mumkin. 4-tuzoq. Pensiya 1-marta rasmiylashtirilayotganda yo'l qo'yilgan xatolar. Agar pensiya 1-marta rasmiylashtirilayotganda ba'zi hujjatlar to'liq taqdim etilmagan bo'lishi, noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi yoki pensiya jamg'armasi xodimi tomonidan xato qilingan bo'lishi mumkin. Yillar o'tib bu xato aniqlansa, pensiyangiz qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'lishi mumkin. Misol, Murod aka 72 yoshda. U 15 yil oldin pensiyaga chiqqan. Hozirda uning hujjatlarini elektronlashtirish jarayonida dastlabki pensiya hisoblashda uning ish stajiga 2 yillik xato qo'shib yuborilgani aniqlandi. Natijada u shu 2 yil uchun ortiqcha pensiya olib kelgan. Pensiya jamg'armasi uni chaqirib, vaziyatni tushuntiradi va ortiqcha to'langan summani qaytarish tartibini taklif qilishi mumkin. Masalan, keyingi pensiya to'lovlaridan ushlab qolish orqali. 5 va eng jiddiy tuzoq, firibgarlik, qasddan noto'g'ri ma'lumot berish, soxta hujjatlar taqdim etish yoki boshqa yo'llar bilan noqonuniy pensiya olishga urinish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Agar shunday holat aniqlansa, komissiyaga chaqirishdan ko'ra jiddiyroq oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Agar sizni pensiya jamg'armasiga yoki komissiyaga chaqirishsa, vahima qilishning hojati yo'q, ammo tayyor bo'lish va to'g'ri harakat qilish juda muhim.
Mana sizga amaliy maslahatlar. 1. Doimiy ravishda xabardor bo'ling. Pensiya tizimidagi yangiliklarni, qonunchilikdagi o'zgarishlarni kuzatib boring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini, davlat xizmatlari portallarini va ishonchli yangilik manbalarini tekshirib turish foydali. Bu sizga kutilmagan vaziyatlarga tayyor bo'lishga yordam beradi. 2. Barcha hujjatlaringizni tartibda saqlang. Bu eng muhim qadamdir. Sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar quyidagilar. Pasport asli va nusxasi. Mehnat daftarchasi asli va undagi har bir sahifaning nusxasi. Diplomlar, ma'lumotnomalar agar ish stajini tasdiqlash uchun kerak bo'lsa. Nikoh guvohnomasi agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar o'zingizniki va farzandlaringizniki, ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun. Tibbiy xulosalar, nogironlik guvohnomasi, VTEK xulosalari nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun. O'zbekiston Respublikasidan tashqarida ishlaganlik haqidagi hujjatlar agar mavjud bo'lsa, ilgari pensiya jamg'armasidan olgan barcha xatlar, ma'lumotnomalar va qarorlar. Bank hisob varag'i ma'lumotlari agar sizning daromadingiz tekshirilayotgan bo'lsa, iloji bo'lsa barcha hujjatlarning elektron nusxalarini ham saqlab qo'ying. 3. Chaqiruvlarga tezda javob bering. Pensiya jamg'armasidan kelgan xatlarni yoki qo'ng'iroqlarni e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizni chaqirishsa, belgilangan sanda va vaqtda borishga harakat qiling. Agar borsa olmasangiz, darhol pensiya jamg'armasiga bog'laning va sababini tushuntirib, boshqa vaqtga ko'chirishni so'rang. E'tiborsizlik sizning ishingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 4. Aniqlik kiriting. Agar chaqiruv xatining mazmuni sizga tushunarsiz bo'lsa yoki nima uchun chaqirilayotganingizni aniq bilmasangiz, avval pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki ularning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Vaziyatni oldindan tushunib olish sizga tayyorlanishga yordam beradi. 5. Komissiyaga tayyorlaning. Nimalarni olib borish kerak? Yuqorida aytilganidek, barcha tegishli hujjatlarning asl nusxalarini olib boring. Nusxalarning har birida to'g'ri degan yozuv va imzo bo'lishi maqsadga muvofiq. Nimalar deyish kerak? Halol, aniq va ixcham bo'ling. Faktlarni bayon qiling. Agar siz biror narsani tushunmasangiz, so'rashdan tortinmang. Asoslanmagan his-tuyg'ularga yoki taxminlarga tayanmang. Agar biron bir xato sizning aybingiz bilan sodir bo'lmagan bo'lsa, buni tushuntirishga harakat qiling. Agar qarorga qo'shilmasangiz, har bir fuqaroning komissiya qaroriga e'tiroz bildirish va uni sud orqali yoki yuqori turuvchi organga shikoyat qilish huquqi bor. Bu huquqingizdan foydalanishdan qo'rqmang. Kerak bo'lsa huquqiy maslahat oling. Ayniq bo'lsa, vaziyat murakkab bo'lsa, pensiya miqdori sezilarli darajada kamaytirilayotgan bo'lsa yoki sizning pensiyangiz bekor qilinayotgan bo'lsa, huquqshunos yoki advokatdan maslahat olishdan tortinmang. U sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Vahima qilmang. Ko'pchilik chaqiruvlar pensiyangizni bekor qilishga emas, balki ma'lumotlarni tasdiqlash, hujjatlardagi nomuvofiqliklarni aniqlash yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar tufayli qayta hisoblashga qaratilgan bo'ladi. Tayyorlik va xotirjamlik bu vaziyatdan muvaffaqiyatli chiqib ketishingizga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, pensiya tizimi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda, uning talablari ham o'zgarishi mumkin. Eng muhimi xabardor bo'lish. Hujjatlaringizni tartibda saqlash va chaqiruvlarga mas'uliyat bilan yondashish. Bu sizning keksaligingizda xotirjam yashashingizga va pensiyangizdan samarali foydalanishingizga yordam beradi. Unutmang, sizning pensiyangiz, sizning qonuniy haqingiz va siz uni himoya qilishga to'liq haqlisiz. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Sizni chaqirishganmi yoki yo'q? Qanday muammolarga duch kelgansiz, biz bilishdan xursand bo'lamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelgusida ham siz uchun foydali va muhim ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' bo'ling.